Xitoy Sharq aviatsiya şirketining 123 nafar yo'lovchi va 9 nafar xodim bo'lgan Boeing 737 tipliq yo'lovchilar aeroplani Guangxi o'lkasida tushib ketgan. Ma'lum bo'lishicha, aeroplan dushanba kuni tushdan keyin Kunming shahridan Guangzhou shahriga qarab uchayotgan bir tog'liq rayondagi o'rmonlikqa tushgan bo'lib, orqadan o't ketib ustida ko'tarilgan. Egilenishicha, aeroplan 9000 metr egizlikda ketayotganda soatiga 842 kilometrlik surat bilan tuvanlagan va 1,5 minutda tushib ketgan. Voqea yuz bergandan keyin shirkat 100 dan ortiq Boeing 737 tipli aeroplanning hammasini qo'ndirganligini e'lon qildi. Amerikaning Moskvada turishliq bosh elchisi Sullivan Prezident Baydenning Putin haqidagi so'zi sababidan Rossiya Tashqi ishlar ministrligiga chaqirtildi. Rossiya Tashqi ishlar ministrligi Amerika prezidenti Joe Bidenning Rossiya prezidenti Vladimir Putinga qilgan qabul qilg'ili bo'lmaydigan so'zi sababidan Amerika bosh elchisiga ultimatum berilganligini e'lon qildi. Amerika prezidenti Joe Biden oldingi hafta Putinning Ukrainaga 10 minglagan askar avatilganligi uchun urush jinoyatchisi ekanligini aytgan. Amerika Hindi Tinch okean qismlarining qo'mondoni Admiral John Aquilino Xitoyning Janubiy dengizga sun'iy orollarida harbiy baza qurishi va ularni qurollantirishi bu rayondagi barliq davlatlarning bexatarligiga tahdid elib keladi dedi. Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken Burma armiyasining 2016 va 17-yillari Arakandagi musulmonlarga qaratilgan hujumlarning irqiy qirg'inchilik ekanligini rasmiy e'lon qildi. Ministr Amerikadagi Yahudi qirg'inchiligi xotir muzeyida so'z qilganda, Burma armiyasining Rohingyadagi harakatini insoniyatga qarshi jinoyat va irqiy qirg'inchilik deb tasvirladi. Amerika hukumati Xitoyning Sharqi Turkistondagi Uyg'ur va boshqa musulmonlarga tutgan muomalasini irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb atamoqda. 46 yoshli futbolchi David Beckham 71 milliondan ortiq agish kuchisi bo'lgan Instagram hisobining kontrolligini Ukrainaning Kharkiv shahridagi bir doktorxonaga topshirdi. Manchester birlashmasi va Xonlik Madridning sobiq cho'lpini Beckham hisobini ukrainalik doktor Irina Kondrovatovga topshirib, o'zining Irina va uningga o'xshash sayyoh xizmatchilarning Ukrainadagi hayotlikni qutqizish uchun qilayotgan ajoyib xizmatini gavdalantirishni xohlaydiganligini aytdi. Amerika taratqularida Washington hukumatining o'tgan oyda Saudiya Arabistoniga Yamandagi Eron qo'llagan Husilarning hujumiga qarshi nurg'un vatanparvar nomli havo mudofaa sistemasi batareyasi avatganligini o'tirib qo'yildi. Lekin xabarlarda Saudiya Arabistonga qanchalik batareya yetkazganligi, qachon yetkazilganligi va qanday bo'ladiganligi to'g'risidagi tafsilotlar berilmagan. Rossiya Tashqi ishlar ministrligi Yaponiyaning Rossiyaga qarshi jazo qo'llanganligini bahona qilib, Kuril taqim oroli mojarosida Yaponiya bilan bo'lgan tinchlik suhbatini rad qilishni qaror qilganligini e'lon qildi.